Bismillah birodarlar, o'tgan safargi manzilda bergan joyimda ko'pchilik borib topolmayapti ekan. Akalar, u yerga borgandan keyin обязательно xuddi ana shu joydan bilet sotadi. Biletni olasizlar 9000 ga, borasizlar xohlagan payt. 1 kun yotasizmi, 2 hafta yotasizmi, 3 hafta yotasizmi, qaytishingizga ham shu akalar. 9000 to'laysizlar, bordi keldi bilet bo'ladi. Undan tashqari men bergan manzil xuddi shu bilet oladigan joy. U biz borgan joy Orol akalar. Orolga o'tasizlar. Kemani vaqti akalar. Eng oxirgisi 5 mi, 5,5 da yurar ekan xolos. Ertaroq borishinglar tavsiya qilaman. 6 mi, 7 da borib olmanglar. Ertaroq abitdan oldin 11-12 da borsanglar, bemalol biletga olib, kemaga ulg'isizlar, borib cho'milib, qaytib kelsanglar ham bo'ladi, bir kun yotib, ertasi kuni kelsanglar ham bo'ladi. Bu yerda motel yoki hotel shunga o'xshagan narsalar yo'q. O'zingizlar bilan yotish uchun palatka olishinglar kerak. Agar yotadigan bo'lib borsanglar, agar yotmaydigan bo'lib borsanglar, bemalol borib, shashliginglar qilib, cho'milib, qaytib kelsanglar ham bo'ladi. Shuni Koreyada borib topolmayotgan akalarimizga tashab qo'yinglar. Uni aytish esimdan chiqib qoldi. To'g'risi men bitta maza qilib cho'milganligim uchun faqat adres qo'yib qo'ygandim. Borib, ko'pchilik o'zimga telefon qilyapti. Shu videoni ko'ringlar akalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi to'liq ma'lumot berib boraman. Qanaqa qilib sekin sizlarga. Uni ko'pchilik ko'rmaydi-da, uni ko'pchilik ko'rgandi. Ana akalar dengizdaman bugun ham.